Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, do'stlar, bugun sizlar bilan inshaalloh birinchi HTML kodimizni yozamiz. Xo'p, bu yoqda men keraksiz narsalarni o'chirib tashlayman. Tak bilan o'chirib tashladim. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Biza Visual Studio Code'ni ochib olishimiz kerak. Bu yoqda ochib olganmiz, o'tgan darsda ochuvdik. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi bo'lib ekranni men kattalashtiraman sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Xo'p, birinchi bo'lib bu yoqdan men bu knopkani ustiga bosamiz. Bu knopka nima qilib beradi? Bu new file, ya'ni yangi fayl create qiladi. Bu yoqqa yozamiz biz index.html. Xo'p, buni saqlanib qilishdan oldin men sizlarga tushuntirib o'tishim kerak. Nima uchun index yozdik, nima uchun .html yozdik? Har bitta faylni o'zini nomi i shunga yarasha vazifasi, shunga yarasha formati bo'ladi. Nuqtadan keyingi qismi, ya'ni HTML qismi bu faylni formatini bildiradi. Mana HTML deb yozganim, ya'ni o'zbekcha qilib soddaroq qilib aytganda HTML deb yozdimmi? Bu ya'ni HTML bu fayl HTML faylligini bildiradi. Sizlarga soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, masalan, hamma rasmga olgan rasmiylarni yaxshilab nomiga e'tibor qilsanglar, masalan, nimadir .jpeg yoki png, ya'ni png yoki jpeg bo'lishi mumkin. Har xil formatda bo'lishi mumkin. Yoki video mp4 deydi, to'g'rimi? Ya'ni mp4 bo'lishi mumkin. Har xil variant bo'lishi mumkin. Yoki muzika eshitgan bo'lsanglar, u ham mp3 bo'lishi mumkin, ya'ni mp3 yoki mp3 deydi. Shunaqa o'rganganmiz yoshlikdan, shunaqa. Bunda ham xuddi shunaqa faylning nomi HTML bo'lishi kerak. Nimaga index yozyapmiz? Xo'p, bu saytimizga kirish qismi hisoblanadi. Ya'ni o'shaning uchun biza index deb yozishimiz shart. Har doim shu qoidaga rioya qilishinglar kerak. Mana index.html deb yozdik. Xo'p, ana endi nima qilamiz bu yoqda? Bu yoqda biz ko'p narsa yozsak bo'ladi. Birinchi bo'lib HTML haqida gaplashamiz ozroq. HTML degani, ya'ni Hypertext Markup Language degani. Soddaroq qilib aytganda, men o'tgan darsda ham tushuntirdim. Bu saytimizning skeleti. Xo'p, nimalar qilishimiz kerak? Birinchi yozishimiz kerak bo'ladi. Bir ikkita narsalarni tushunib olishimiz kerak kod yozishdan oldin. Xo'p, men bu yoqda yozaman, deylik, H1 dedim. Ya'ni bu nima narsa? Bu heading hisoblanadi. Buni ichiga yozaman, masalan, salom HTML deb yozdim. Buni saqlanib qilishimiz kerak. Saqlanib qilish uchun men MacBookda Command S, sizlarda Control S, ya'ni S harfi bo'lishi mumkin. Mana bu yoqdan sizlar autosave yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu yoqda autosave men o'chirib qo'yganman. Kattaroq proyektlarda ishlayotganda autosave nima deydi, performance tushaveradi. Ya'ni kompyuteringizlar qochishi mumkin, chunki fayllar ko'payib ketganda har safar yozganingizda o'zi saqlanib qilaversa, o'sha kompyuterga nagruzka tushiradi. O'shaning uchun men o'chirib qo'yganman. O'shaning uchun men har doim Command S bosaman yoki Control S sizlar bosishinglar kerak agar Windows bo'ladigan bo'lsa yoki Linux bo'ladigan bo'lsa. Chunki Windows kelgan MacBooklarni klaviaturasi ozroq farq qilishi mumkin. To'g'riroq farq qiladi. Windows bilan MacBook klaviaturasi farq qiladi. Bir ikkita anaqa kichkina knopkalarda farq bor. Shuning uchun men Command S bosdim, sizlar Control S bosishinglar kerak. Xo'p, ana endi biz bir ikkita dars oldin bir ikkita extensionlarni uстановка qildik. Ya'ni HTML to CSS, esinglarda bo'lsa live server uстановка qildik. Xo'p, mana live preview, live server uстановка qildik. Xo'p, buni qanaqa qilib yozgan narsamizni ko'rishimiz mumkin. Buni nima qilamiz? Bunaqa bitta mishkani o'ng tarafini bosamiz. Keyin bu yoqda open with live server bor. Keyin stop live server bor. Yoki show preview chiqadi. Agar sizlar men bu yoqdagi ko'rsatgan extensionlarimni uстановка qilmagan bo'lsanglar, bu narsalar chiqmaydi. O'shani ogohlantirib qo'yibman. Xo'p, bu yoqda show previewni bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, o'ng tarafimizda yangi tab ochildi. Bu index.html ko'rsatyapti.
ya'ni faylimizning nomi и keyin bu yoqda salom html. Masalan, men bu yerga yozishim mumkin. Salom Abdulboriy desam, salom Abdulboriy deb ko'rsatyapti. Xo'p, bu birinchi yo'limiz. Ikkinchi yo'limiz qanaqa? Bu yoqda Open with Live serverni bosadigan bo'lsam, nima qiladi? Bu brauzerda ochib berdi. Safari'da ochib berdi. By default Safari. Biz Chrome ishlatyaptik, shuning uchun Chrome'ga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, men nima qildim? Ya'ni men bu adresni copy qilib, bu yoqqa tashladim. Copy ya'ni nusxalab olib tashladim. O'zbekcha qilib aytganda, shunaqa. Ko'rib turganingizda mana page yaqinlashtiryapman. Bu salom Abdulboriy deb chiqyapti. Xo'p, xuddi shunaqa HTML yozishimiz mumkin. Xo'p, endi buni tushuntiraman. Nimaga bunaqa yozdik, qanaqa yozdik, o'zi mana bu belgilar nima narsa, h1 o'zi nima degani, o'shalarni tushuntirib beraman. Xo'p, uning uchun maksimalniy darajada kattalashtiraman ekranni. Xo'p, HTMLda sizlar har xil tag yozishingiz mumkin. Tag. Bu tag degani bunaqa tag deyiladi, ya'ni tag deb o'qiymiz buni. Xo'p, o'zi mana bunaqa uchburchak qavis ochib olishingiz kerak bo'ladi. Buning ichida nima yoziladi? Buning ichida tagning nomi, ya'ni tag name deyman. Ya'ni bu deylik bu yoqqa h1, ya'ni h1 degani heading. Ya'ni 1 degani birinchi darajali heading, ya'ni sarlavha. O'zbekchada aytganda sarlavha bo'ladi. Shu h1 yozdim, keyin buni yopdim. Yopganimda ko'rib turganinglardek Visual Studio Code aqlli ancha o'zi yopib beryapti. Agar yopmaganda ruchnoy mana bunaqa yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan h1 keyin bu yoq qismida ham xuddi shunaqa yopiladigan anaqa uchli qavis, keyin mana bu slash deyiladi yoki drop deydi ruslar. Keyin yana h1 yozishingiz kerak bo'ladi, keyin yopishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, agar saqlanib qilib buni keyin bu yoqda bitta refresh qilsam, ya'ni ichi o'chib ketdi, hech narsa ko'rinmayapti. Chunki bu yoqda h1imizni ichiga hech narsa yozmadik. Agar men bu yoqga hello world deb yozib saqlanib qiladigan bo'lsam, keyin bu yoqdan ham bitta refresh qilsam, ya'ni refresh degani buni bosish degani, ya'ni page update qilish degani, yangilash. Update qilib yuborsam, ya'ni refresh qilib yuborsam, bu yozgan o'sha kontentim chiqib keladi. Bu ozgina muammo deyapti, chunki biz to'g'ri HTML yozganimiz yo'q, to'liq HTML, shuning uchun bu bizani ogohlantiryapti. Tak, turn off qilib qo'yamiz, ko'rsatmaydi. Xo'p, buni tushundik. Ya'ni tag qanaqa yozilishini tushundik. Tag qanaqa yozilar ekan? Birinchi buni ochib olib, ichiga tag nomini, keyin ikkita buni o'rtasiga yozadigan kontentimizni yozamiz. Keyin yopishimiz kerak bo'ladi. Yopish xuddi mana shunaqa tartibda bo'lishi kerak. Agar buni bu yoqdan qo'yib qo'ysangiz ham xato hisoblanadi. Bunaqa qo'yib qo'ysangiz yoki bunaqa qo'yib qo'ysangiz ham xato hisoblanadi. Shuning uchun har doim xuddi shunaqa yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bu qisqa dars bo'ldi shu taglar haqida. Keyingi darsda to'liqroq boshqa taglarni yozib HTML o'rganib olamiz, xudo xolasa.